Va nihoyat Islom sivilizatsiyasi markazi rasman ochildi. Kontent oxirida albatta kirish narxlarini aytib o'taman. Nafaqat Markaziy Osiyo, balki jahon miqyosidagi ushbu loyiha muborak hayit ayyomi uchun ajoyib sovg'a bo'ldi. Insoniyat tosh davridan buyuk sivilizatsiyaga qanday yetib keldi? Islomgacha yo'l, islom tarixi, qadimgi qo'lyozmalar, Qur'on nusxalari va ilk ilmiy manbalar sifatli va to'liq yoritilgan. Ilm-fan portlagan vaqt, Markaziy Osiyoda uyg'onish davri, buyuk allomalarimiz yo'li, buyuk Ipak yo'li va eng tarixiy eksponatlar joylashgan. Markaz yuragida joylashgan eng muhim va bebaho Qur'on zali va undagi Usmon Qur'oni dunyodagi eng qadimiy Qur'on nusxalaridan biri hisoblanadi. Markazda joylashgan gumbaz va qandil alohida mavzu. Gumbazdan tushayotgan suralarga til ojiz. Va eng qiziq joyi zamonaviy yangi O'zbekiston zonasi, qilingan ishlar va yangi loyihalar haqida. 3D interaktiv ekranlar, raqamli ekspozitsiyalar, ya'ni tarix va texnologiya birlashuviga guvoh bo'lasiz. Kirish narxlari kattalar uchun 60 ming so'm, 13-18 yoshlilar uchun esa 25 ming so'mni tashkil etadi. Har bir o'zbekistonlik kelishi shart bo'lgan Islom sivilizatsiyasi markazi. Markazdan eksklyuziv kontentlar ulashishda davom etaman. Sahifaga obuna bo'ling. Yangi O'zbekiston arxitekturasi haqida gaplashamiz.